Assalomu alaykum hammaga. Xullas Amerikadan tovarimiz keldi. Akamga sho'g'zi, naushnik, xullas suvda ham ishlaydigan naushnik. Hozir akam ochadilar, ko'ramiz. Ikki xil kelgan. Bittasi Pro, bittasi oddiy varianti. Qaysi biri endi sizga ekan? Ochavering. O, bismillah. Pro ikkisi. Ikkinchisi ko'rsanglar bo'ladi. Pro 1 bo'lsa kerak. Hamda oldin ko'rsating. Keling yaratadi. Da, vashi bor, open room. Mana Pro 2 ekan, mana oddiysi ekan, 1 ekan. Ochamiz endi. Bo'l. Ochdigani qani ekan? Voy, Apple style qilingan ekan, ochiladigan joylari ham boshqacha aka. Bismillah. Mashallah, idishing boshqacha. Idishchalari ham boshqacha. Kichkinaligiga qarang mana. Sen taqib ko'rsating, endi ochki. Buni ham bu kameraga ham mana ko'rsataman. Vashi kichkinaligini ko'rib turibsizlar. Hozir taqib ko'rsataman buni. Idishi ham. Mana shuni taqasizlar. Bo'ldi, xullas ishlayveradi. Taqilganda ancha boshqacha turadi. Bakda turadi, bakda ustida. Bunaqangi xalaqdan bermas ekan, ana shu bilinmas ekan, yugurganlarni ham olasizlar. Suvda ham ishlayveradi xullas. Mana shu temka narsa ekan o'zi. Narxi примерно 2 million. Atrofida chiqadi. 1 500 minggacha boradi. Kelishi bilan boshqona summalari bilan zakaz kerak bo'lsa olib kelib beramiz. Bunisi do'konda nalishda turadi, kelib ma'qul bo'lganlarga olib ketaverasizlar. Buni bitta farqi ikkalasini bu suvda ishlamaydi xolos. Buni suvda ishlaydigan. Xullas kimga shunaqangi noodatiy narsalar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol shu raqamlar orqali zakaz bersanglar bo'ladi. Kuzatishda davom etinglar, yangilikda davom etamiz.